foydalanishimiz so'ralayotgan ma'lumotlarni agentlik do'konimizdan. Hozirda yangi dravilkalarimiz 10-20 yetib keldi. Ular yig'i bo'lib turib, darrov sizlarga obzor qilyapmiz akalar. Vakuumli dravilkalarimiz yetib keldi. Ular yig'ilish jarayonida akalar. Hozir biz sizlarga yangicha kelgan original 10-20 tashlab o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Tepasini solinadi akalar. Pichoqlari mana shu bo'ladi. Mana shu ichida o'tkincha maydalab beradi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda razmer qilsang bo'ladi. Ancha yaqinroq turib razmer qilsang bo'ladi. Yonlarida akalar o'zini maxsus razmer qiladigan joylargacha bor akalar. Mana har bittasini burchalang bo'lib yaqinga borib o'ziga yaqinlashadi, uzoqlashadi akalar. Motorlar ham qo'yilgan, bunday ko'p bir-biriga yaqin holatda mana shunday holatda maydalab beradi akalar. Bu motorlar ikki xil, 4,5 kW, 5,5 kW motor qo'yilgan bo'ladi akalar. Bu yangi mahsulot hozir yetib keldi, hozir terildi va sizlarga hozir obzor qilinyapti akalar. Shuning uchun videoga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar, kommentariy omad so'zini yozasizlar akalar. Past tomonda shu un bo'lgan holda tushadi akalar, ko'rishingiz mumkin. Un va kepay bo'lgan holda tushadi akalar bu. Mana bu yerda motor tepasida o'zini to'kib ko'rsatib beradiganlar va motorning birkasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Motori 5,5 kW motordan joylashgan akalar. Shuni yopasizlar va bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Vakuumli dravilkalarimiz ham kelgan albatta. Ularga hozir yig'ilish jarayonida, dolisi ertaga uni ham videosini qilib chiqaramiz. Bu video ham ertaga kunduz chiqadi albatta. Hozirda videoni kech bo'lgan holatda Marg'ilon sentri hokimiyatni to'g'risida olyapmiz akalar. Do'konimiz xuddi shu joyda joylashgan akalar. Kimga xuddi shunday dravilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar bo'ladi. Ya'ni o'zim aytib o'taman, 90 851 68 nomerlariga bog'lansalaring dastavkalari ham bor akalar. Narxlarini ham kommentariyada aytib o'tib ketamiz. Mana ikkovi ham bir xil mahsulotchilari, pichoqlari bir xil akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jonlar sog' bo'lsin akalar. Rahmat tomosha uchun.